أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثانية وهو إذا جامع ناسيا لصومه. هذا içitilgan narsalar agar esida yo'q qilsa, esida yo'q jima qilsa, hukmini qanday bo'ladi degan masala keladi. Lekin ro'za tutgan holatda esida yo'q jima qilish sal yiroq bir ish. Ko'pincha ahvolda yeb ichish balki nima, lekin jima qilish sal yiroq. Anda sanda bo'lib qolmasa ko'p tushunmaslik mumkin. فإن الشافعية وأبا حنيفة يقولان لا قضاء عليه ولا كفارة. Unutqan diken qazası mükemmeldi, kafaret mükemmeldi. Şonan bu cimaq bulab qanaqlıda isi kel demaslar. Bu bugün rüzgan temasmı ya Ramazan terip isi kelse, xuddi isi yo'q yeb ichgan odamdek keyin iftor kadar bu yana ro'za tutuyordu, davomlashyordu. Lekin shu oraliqda isi kelsa to'xtaydi. To'xtash kerak ama lekin davomlashsa o'chaqda tasdim bo'ladi. Lekin shu esida yo'q bo'lgandan keyin kashkicha o'zini davomlashtirsa, ro'za tutgandan bora musibat bo'lmaydi. Shunda bo'lishi kerak. Chunki uni ya kafarat ya qazo kelmadi. Xuddi esida yo'q holatda yeb ichsa hech bo'lmagandek. Ya'ni buni Alloh taolo kechirib o'tgan. Shunga o'xshashlar bu jimani unutib qolganlik uchun hech bo'lmaydi debdi. Allohning masanda yapısını cimanı hükümler şu çanak bo'ldi, şirek bo'ldi şu. Biraz yap qasam buzasa. Ha, şu şirek bo'ldi. Chunki bu yerdagi maqsad buzish. Shu şirek bo'ldi-mi? Yani ro'zini buzganlikdan buningga ig'ir kafarat keladi degan qarash qo'ldimi? Yani yerda ikkisining farqi bor. Farqi bo'lsa-mu, lekin ro'zini buzganlik jihatdan o'xshash bo'ldi. Yani buni xuddi unutib qolib yeb ichganga o'xshashdan qiyosdi. Bu qiyos hozir shu masalaga o'xshash deb qarasak bir qator sanaldi bu. Va qala Malik alayhi al-qada dun al-kaffara. Qazat keldi, kaffara kelmaydi debdi. Va qala Ahmad va ahli al-zahir alayhi al-qada wal-kaffara. Qazami keldi, kaffarat keldi. Wa sabab ikhtilafihim fi qada an-nasi mu'aradat al-zahir al-athar fi dhalika al-qiyas. Misal hadisning ki zahiri qiyasqa sal zid kelib qolganda ko'rlab qoldim yani. Qiyas demakda tashbihu nas-as sawm bi nas-as salat. Namozni qiyas qilamiz. Namozni unutib qolsan, qazo qilishing kerakda. Buni qazo qilish kerak bo'ladi degandek. Faman shabbaha bi nas-as salat awjaba alayhi al-qada ka wujubihi bin-nass ala nas-as salat. Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dhakaraha dedi. Lekin namozni unutib qolgan bilan o'xshash deb qarab, ro'za tutgan chog'da esida yo'q, ig'zi chiqsa ya jima qilsa, qazosini qilish kerak dedi. Ro'zaninki ahkamlarini yani namozga boshqa qiyos qilish bo'lmaydi. Shu qiyos qilgan bo'lgan shuningmi? Bu yerda shunga o'xshatib qiyos qilyapti. Balki mishat qiyosmi, toza joyida bo'lmasligi mumkin. Shunga ibodatlar qazo qilmaydi, hadiyon qilmaydi. Hech bo'lmaydi dedi. Shu yeyishga vaqtida unutib qolgandek ham shunga o'xshash qildi. Demak, ro'zning ichidagi ahvol qiyos qildi. Namozga o'tkazib ketmadi. Yani yaqinroq qiyos va yiroqroq qiyos bor. Namozga qiyoslasan yiroq boshqa asliga qiyos qilgan bo'lsa. Va amma al-atharu al-mu'arid bi zahirihi li hada al-qiyas. Namozga qilgan qiyosga zid keladigan hadis qaysi? فهو ما خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. مشاهد صادر ظاهرة ذكر أكل أو شرب جامع ديامو مش قطع دب قرداد مش أخشش بوده. يعني بوم برخل قياسنا إنشاء ده. Yeb ichganga qiyos qilyaptilar. Shu qiyos. Lekin namozga o'tkazib ketmaymi, shu ro'zning ishida qiyos qilyaptilar. Va hadal athar yashhadu lahu, demak ma zahiri bilan namozga qiyos qilgandan
madisni olib turib madisni yeb ichgan deganimiga qiyoslasak ma yegan demakchi. وهذا الأثر يشهد له عموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ما اسمه مش حديثنك ظاهرها guvohlik beraydi, mushuni kuchlantirib beraydi dedi. Bu nimada iborat? G'olibni mushi gapi nimada iborat? Tarjih taraf ketib bordi. Demak, ma'rismi ba mushuni kuchlantirdi demak. Shofiylarni Ibn Gibn tarjih qildi. Ha, Maliki mazhabdan keyin qo'yib qo'ydi. Demak, sen namozni qiyos qiluvchi, bu ro'za bo'lganki, ro'zaning ichidagi bir yaqin narsa qiyos qil deydi. Onun üstüne ma'rismi nisyanni, mutlaq nisyanni ko'taradi-ku. Va nisyan dedi. Nisyan bo'lgandan mushu ro'zda nisyan qilib, yeb ichgan olsun, jima olsun, boshqa narsani mushu hisobda dedi. Mush qatori bor dedi. Endi ma'masini tugidi. Albatta İmam Şafii Abu Hanifa'nın qarshi kuchli ham qo'lay kishilarga. Endi unutib qoldi. Islom shariati unutib qolishning zodi buni jazo kelmasi kerak. Alloh taolo ko'pincha nimada jazolamagan ahvol bo'lgandan keyin mushu kuchlilikka aniq chiqib turdi. Va min hada bab ixtilafum fi man dhanna anna ash-shamsa qad gharabat fa aftara. Kun ketib bo'ldi-go, iftar vaqti bo'ldi-go deb ishtaqdi. Keyin kunning patmaganligi ma'lum bo'ldi yoki kun yana chiqibdi paydo bo'ldi. Belki bulutlu hava tutib qo'ygan bo'lsa, kun petib deb o'ylab qilib, sal qorong'ilashgan bo'lsa, o'zi ichib o'tibdi. So'ng bizlarga keyin qarasa havo isib ketdi, kun tiqa quyosh osmonda. Bu chog'da qazosi kelamdi, kelmamdi. Odatda biz quyosh qarab nima qilib yurmasakmi, yo soatimiz xato qilib, hozirda derazdan sirib qalab boqmay o'tirib, tutaqda bo'lgandan saqlab o'tgancha soat qarab, soatimiz ilgari ketib qolgan bo'lsa, 15-20 minut, yarim soat yo 1 soat ilgari ketgan bo'lsa, biz oldin tutaq qilib soldik. Keyin shunda o'tasa yo biraylar chida sirtdim. Yo boshqa bir bilan telefonlashib ish bo'ldi, tutaq qilib bo'ldim, yana keyin voy, tutaq vaqt bo'lmadi deb soldim. Shunga o'xshashim. Qanday qilish kerak? Ko'pchilik olimlar qazo qilish kerak dedi. Davud Zariylar Ishaq ibn Rahowi bu ishga qazo qilmasin bo'ldi. Va dalika anna hada muxti. Bu qazo tushlamdi kelmamdi degan masala nereden chiqdi? Bu ham xatolashgan odam. Shunami? Xatolash usuli unutib qolgan ishkilarning hukmi bir bo'lib qoladi. Abdullah hadisda deydi, al-xata va nisyan dedi. Doim ikkisi bir qator sanaldi. فكيفما قلنا فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بين والله أعلم. Demek ki hatalaşmışı ve karta biz ne değil ya ki demeyle ama kazasını kılışta nisyanı karta kazasını kılış bu enekten. Racih demek ki. Ama şunu tercih mi? Yani kaza nispeten kaza kılınmaydıganlık. Tercih kılındı deydi. Unutup kalan kişi kaza kılınmaydıganlık racih deydi. Enek bu. Yani bu nisyan bilen hata ikisi yaqin narsa bo'lgandan keyin masala bir-biriga chirishib ketdi, giralishib ketdi. Va dalga anna buni uchun raja desak, in qulna innal aslu wa alla yulzaman nasi qada'un yoki yalzaman nasi qada'un hatta yadulla ad-dalil ala zalik. Asli qoida nima? Qazo qilish majburiyati yo'q bo'lish kerak. Shu chog'da buzuratda yani qildi, u ketdi. Endi qazo qilsa degan bir hukm ayrim bir dalil, yani hadisdan kelsa Ondan qazosini isbotlaymiz. Bo'lmasa bunda tutib turdi demak. Asli qoida shu deydi. Endi bo'lgandan keyin vajaba yakuna nisyan la yujibul qada fi som. Ro'za tutgan chog'da unutib qilib, eg'iz ichib salsa, jimo bilan yo yemak ichmak bilan bu qazoni vojib qilmaslik kerak. Mush qoida bo'yicha. Endi la dalil havna alardalik. Chunki jimo qilgan chog'da Ramazonni shu unutib qilib, jimo qilib buzayotganligi dalil bormi yo'q. Buni qazo qilsa dedilar, ijob qilgan dalil yo'q. Dalil bo'lmagan الأصل براءة الذمة قضاء قلش أصل يقولش كريم بخلاف الأمر في الصلاة لكن نماز شو أيرم دليل وان وبولسمه نما من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها رمضان ده من دبر دل كاسيته وشغدا قضاء قلش كريم تيتوق أمده ينبرن دبق قايلة ده وين قلنا إن الأصل هو إيجاب القضاء أمده قضاء قلش شو أصل قاعدة شو çünkü bir nas vacip degandan keyin shuni qilmoqchi gadindan saq tunmaydi bu deb manda asli qoidani manda deb tursak nima bo'lmoqchi keyin bir dalil kelib qazosini qilmasangiz bo'ladi deb bir dalil kelsa bu joyda qazosini qilmasak bo'ladi degan deymiz lekin bu yerda qazosini qilmasang bo'ladi degan dalil kelmagandan keyin shu qazosini qilish asli qoida shu deymiz bu ehtimollikmi bor hamda faqat dalil fi hadis Abi Hurayra ala raf'ihi an an-nasi
Ebu Hureyre'nin hadisinde men nesiye ve saim fe ekele ev şeribe fel yutumme savmehu fe inneme atamallahu ve sakah dedi. Bunun da delil keldi. Yani kaza kılmaydıqanlıqqa şu kun ro'za bulardigan delil keldi. Delil kelganken bu yani nisyonga qazo kelmaydi deganlikni bildirdi. Yani biz asli qoidani adamul qado desakmi, yani shu chiqdi. Qazo qilish desakmi, chiqdi chunki qazo qilish te qoida, lekin bu yerda hadisga qazo qilsam bo'ldi-da, undagidagi yanila qazo qilish ketmaydi degan gap chiqdi. Yani qazo qilmaydi degan qarash shu kuchliroq deb Abu Hanifa bilan Shafi'nikini kuchlantiryapti. Allahumma illa an yaqula qail, faqat lan biraylar manda deb turasa, balki amda sal qamlashib qolish mumkin edi. Inna ad-dalil alladhi istahna nasiya as-sawm min nasi sa'ir al-ibadat allati rufi'a an tarika al-haraj bin-nas. Masalan, boshqa ibodatlarda deyli, boshqa ibodatda bir hadis keldi ama buni unutib qilib qilmay qolsang hech gap yo'q degan nimalar bordi deydi. Bunda ham ro'zini bunda istisno qilib, ro'zini unutib qolsang, buningda yana qazo qilishing kerak bo'ldi degan bir dalil bor edi. Yani ro'zini qazo qilmasin bo'ldi degan umum qoidadan ya qazo qilishing kerak deb tartib ichib ketgan, taxsis qilayotgan, istisno qilayotgan bir dalil bor edi. U dalil nima? Buni namozga qiyos qilish. Bu dalil qiyos, ya'ni bu asar bu hadis emas bu. Namozga qiyos qilsak, ro'zini unutib qolgan ahvoldami, ya'ni qazo qilishing kerak degan bir nima chiqdi. Ammo ro'zini unutib qolgan ahvolda qilmasa mayli degan dalil bor. Rafa'an ummatal xata va nisyan. Buni umumda. Demak, shu ko'pincha ibodatlarda bu nisyan bo'lib qolsa, unda gunoh ezmaydigan, yo'g'atini saqladigan ahvollar bordi deydi. Mushundan ro'zni namoz qiyos qilish orqali biz tartib chiqaryapmiz. Ya'ni namoz qatoriga chigizib ro'zini buni nima qazosini qilmasang, gadaningdan saqlab bo'lmaydi dedik deydi. Yani فليصليها إذا ذكرها فليصومها إذا ذكرها degandek. Bunda dedik dedi. Bu qiyas savmi ala salat. Demak, mushi dalildir. Ro'zining unutib qolishini, umum unutib qolishini mayl deydigan doiradan tartib chiqarib, yo'q mayl emas, tutishingiz kerak degan dalil shu qiyas deydi. Namoz qiyas qilish. Hozir bu yerda sair ibodat bormi? Kapqagan nurga ibodat bor. Bunda shu hadis orqali, ya nas orqali unutib qolsang, uning gunohi yo'q deyilgan dedi. Shu bir umum qoida bor. Endi ro'zini buning ichidan biz tartib chiqarib oldi. Nimaga asosan? Bir dalilga asosan. U dalil nima? Namozga qiyos qilish. Namozni unutib qolsangiz, ado qilmasangiz, qazo qilmasangiz bo'lmaydi. Undan keyin ro'zini qazo qilsangiz. Nima uchun bu sairli ibodat qiyos qilmaysan? Shu namozni qiyos qilib turib olsan. Bir savol chiqdi. Lekin ijabul qado bil qiyos fihi da'fun. Lekin sen qiyosga asoslanib turib, qazo qilmasang bo'lmaydi deyish bu ojiz. Bunaman ibodatda qiyos qilish ama namoz emas, ro'zning o'ziga qiyos qil. Masalan, avval qiyos qildi-ku. Ro'zning o'ziga qiyos qilsang, bu chaqda sal qamlashadi. Lekin buni al-qiyos ma'al farq qilolmaydi-ku aniq. Ben namazga qiyos qilsa, tasmal farq bo'lib qoldi. Chunki namozning ahkomlari ko'pincha o'xshamaydi. Ro'zga qiyos qilsa, balki yaqinroq bo'ladi. Va innamal qado indal aktar vajibun bi amrin mutajaddid. Ya'ni qazo qilish vojibligi yangi bir dalil bo'lsa, ondan bo'ladi deydi. Qazoning vojibi. Undan dalil yo'q demakmi? Unda ayrim bir dalil yo'q. Yani فليصليها إذا ذكرها degandek dalil bormi bunida? Ro'zda yo'q. Va amma man awjaba al-qada wal kaffarata 'ala al-mujami' nasiyan fada'if. Bu kimda? Ahmad va Ahmad bu texma aciz bu qarash dedi. Fa inna ta'thir an-nisyan fi isqat al-uqubat bayyinun fi ash-shar'. Shariatda unutib qolganlik sababidan ba'zi jazoni yengillatadigan, tushiradigan ishlar aniq bo'lganmi? Unutib qolgandikan. Bu aniq. Vel kaffaratu min anwa'il uqubat. Kaffarat mo uqubatning bir turi, jazoning bir turi. Undan keyin bu shariat unutib qolgan kishini yengillatib olsa, sen buni unutib qolgan ish amdan qilgan o'xshash muomala qilishing qanday yapsan qiladi. Va innama asarahum ila zalika akhdhuhum bi mujmal as-sifatil manqulati fil hadis. Bularni mush qarash qilib qolgan narsa nima desa, mush narsa qilib qoldi. Hadisda kelgan shu sifatning umum shunda tomta qaltigilam yetib olgan bo'ladi. Ani minanno lam yuzkar fihi annahu fa'ala zalika amdan aw nisyana. A'rabining hadisida halaktu deb keldi-ku. Mush hadisda Rasululloh buningga 3 xil narsani buyurdi. Kim üçüncüsünü ada qilmaydigan qolgandan keyin kucharak qovni turib qo'ydi, amani bolalaringga yigizganda. Mushunda Arabiy men qasdan qilib saldim deganmi? Yo'q. Unutib qilib saptimi deganmi? Yo'q. Hech qanday unda ma'lumot yo'q.
Ularga mishada umuman kelgandikan, bu nima edi? Agar bu qasddan ahvolda bo'lgan bo'lsa, qasddan deb kelibdi. Qasddan deb kelmadi. Uni qasddan deb kelmagan Rasululloh bu yerda agar qasddan bilan nasininki ikkisini hukmi o'xshamaydigan bo'lsa-da, Rasululloh so'raysan qasddan qilib soldingmi, unutib qoldingmi? So'maylam bir narsa buyurayotganlikka, buningmi o'xshash, buningmi o'xshash. Ya'ni ikkilisiga mushiman degan hukm tushdi degan. Imom Shofiyning qoidasicha tarkil istisna fi hikayatil hal ma qiyam al-ihtimal yunazzal manzilat al-umum fil maqam. Usul fiqhda bo'lgan qoida. Imom Shofiyninki ko'pincha amal qiladigan qoidasi. Masalan, bir ahvol bor. Bir ahvol bo'lsa, buning unda oldimi, bunda oldimi deb surish qilmaylar. Bir hukm degan bo'lsa, shu 3 xil ahvol bo'lib qolsa, hamma tushunganligini bildirdi. Masalan, doktorga biraylan bir bemor keldi, buni qo'zg'arib qopti dedi. Bu doktor bu kichik bolami, yashangan odammi, qon kesili odammi, qon bismi odammi, ayol kishimi yo homilami so'maylar, madarni birin dedi. Desem de aşında türlü kişilerin hemmizke vicdanının da payda tutduğunu bildirdi. Eğer birisiye payda kılmaydıgan bolsaydı, doktor söyledi. Bu kişi balımı ya kan bisimi vardı mı? Ya şeker kesili mı? Ya yürek kesili mı dedi. Eğer ayında birisiye ziyan qilib qolgan taraf bo'lsa, buni surish qilmagan ekan, bu hamma uchdorligini bildirdi. Yana Rasulullohning vaqaligida ayollardan birisi o'zsa bir obdan tomoq yeb qolgan chog'da Rasululloh buzutib bosh kun tutgan degandek bir ahvol bor. Ya'niki Rasululloh bu ayollar endi ro'zani tutgandan keyin Rasululloh buzayotgan ayatni bosh kun tuta olasa dedi. Ya'niki Rasululloh shu ayoldan sening tutgan ro'zang nafl ro'zimitdi yoki nazr qilgan vojib ro'zimitdi, qanday ro'zitida so'midi uni. So'mganlikka nazr vojib bir ro'za bo'lsa-mi, uni buzatsa, keyin tutasi bo'ldi. Nafl ro'za ixtiyorligidan bunday tutgan ro'za bo'lsin, buzatib keyin tutasi bo'ldi deganligini bildirdi. Agar ikkisi hukm o'xshash bo'lmaydigan bo'lsa, Rasululloh bayon qo'ydi. Ya'ni tarkil bayon an vaqtil hajati la yujuz. Ma'lumning qoidasi shu. Mishadash Arabiy ashunda deb kelgan chog'da Rasululloh bir hukm bilan qo'ydi o'tir. Uni sen qasddan jimo qilib soldingmi yo unutib qo'yib salomatdan deb surish qilmadingmi? Unda unga ishkilisga tushadigan hukm ekanligini bildirdimi shu deb. Kuchga qoladimi? Jalliqmikan? Yo, u kuchga qo'ysan boshida. Men bir aytib ketdim, men nasiya va rufi'an ummatin xato anisiy rasul alayhi dedi. Bu hadisdagi o'tib ketganligi Arabiyning Rasulullohga qo'shilib, ani bayon qilgan hadis boshda o'tib ketgan bo'lg'ashqa, u xatolik inson bo'lmagan. U balki unutib qolgan bo'lsa keljumaydi. Keljumaydi deb ma'lum shundan. davomlashtiryapti. Bunda tushunsak bo'ldi. Ehtimollar. Lekin o'sha Shofiy hamda o'zining o'sha qoidasini olmadi. Tamam? Imom Malik ya Imom Ahmadlar olib ketgan. Demak, hadisda ya qasddan yo unutib qolib degan gap yo'q. Mujmal bir ahvol bor. Shuni chin eslab deydi. Chin eslash bayatinga usul orqali esladi. Lekin hamda jumhur bunun qarta deydi, yo'q bu halaktu, ahlaktu deb kelgan ba'zi rivoyatlarda. Chunki men bu zamonda ayolimni halaq qilyapti deb bir qasdlik vadak bir nima chiqdi buningda deb menda tahlil qilgan. Lakin men awjabal kaffarata ala qatil as-sayd nisyanan. Ana boshqa bir masaladagi qilgan so'zlari, tutgan qarashlariga eslatadi. Ehram bog'lanlik holatda unutib qolib, o'zining ehramligini unutib qolib, o'ylab qopti. Shuningga kaffarat keladi debgan ba'zilar. Lam yahfaz aslahu fi hada. Demak, shu chaqda belgilangan qoidasiga miyada rioya qilmadi dedi. Xuddi Imom Shofiy, Abu Hanifa ishada aniga o'xshash demadi dedi. Chunki anida kaffarat keladi debgan. Mar ro'ziga kelgan chaqda unutib qolib, ro'ziga rioya qilmasa kaffarat kelmaydi dedi. Abu Hanifa Shofiy mushular debgan. Demak, sen ma'nasiga kelgan chaqda anasini tutgan qoidaga amal qilmadan, u qoidani tashlatding demakchi. Ma'anna nas inma ja'a fil mutaammid. Asli nas nari kelgan, qasddan o'g'ilgan kishida kelgan. Lekin shunda turib sen unutib qolganga kaffara qildimi? Undaga mishadimi? Ma'qul, ma Arabiyninki qasddan keldi deydi ma'qul. Nasidimi kaffara qildi desam mumtaz. Vaqad kana yajib ala ahli zahir. Endi ahli zahirni bunimi bizning prinsipimiz tusmayri va ahli zahirni menda deyish kerak demayapsizlar. Ayyaxudu bil muttafaq alayhi. Muttafaq alayhini tutup va ijab al kaffara al amid. Qasddan uzatganga kaffara qildi deb, ammo nisyanda jim turish kerak deb bo'ldi. Ila yadulla dalil ala ijabi al nas. Unutgan kishiga vojib bo'lgan bir dalil kelguncha to'xtab turish kerakdi. Aw ya'xudu bi umum qawlihi sallallohu alayhi vasallam rufi'an ummati al xata va nisyan. Yoki mushadisning umumini elish kerakdi. Ya'ni kaffara kelmaydi degan tariqacha, hatto yadulla dalil ala taxsis. Chunki bo'lib balki ahli zahirlar shu nasidami kelmaydi deb turgan bo'lsa, u ulash masalasi. Kelmaydi deb turgan bo'lsa.
Desem miyadim kelmeydi dememse. Ama ha Hanife'nin ayar kildep durağında ama miyadim kildi dememse. Dep bunda tutuyordu. İbn Rushd tuttu da altta. Walakin kilal fariqayn lam yalzam aslahu. Demek işkili ise başka meselede belgili olan kaidesiga rioya qilmadi dedi. Lekin uningga cho'qim bir masalada bir narsa deb qo'yish cho'qim boshqa masalaga o'xshash ma'lum qilish kerak emas. Chunki ro'zida bir nima kelganda bir dalil kelgan. Yani uni tutqilib yapsa, nima atamallohu va saqa, yani ro'zini davomlashtiraversin dedi. Lekin unda keldimi o'lashdan, uni tutqilib ihramni qilib o'lab qolgan bo'lsa, hech qanday ish olmagandek ajin davomlashtiraversin gapi yo'q. Va laysa fi mujmal ma nuqla min hadis al-a'rabi hujja. Demak, ishkili tarafga bu Arabiyning hadisida dalil pakt yo'q. Ya mutaammid ya ishkilist degan gap yo'q. أنا مجملا ومن قال من أهل الأصول إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم في الأقوال فضعيف بياتنقاش قاعدة لكن bu قاعدة başqacha ibareler keldi. Belki isli qolmagan bo'lsa, o'zining ibarasi bilan yasab dedi. Asli Imom Shafi'ninki diye ibarasidan da qimlashgan qofiyalik so'zim. Tarkil في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. Lekin bu qarash ojiz deydi. Yani usuliy jihatdan aytgan chaqda ojiz demakchi. Nima uchun desa, fa inna ash-shari'a lam yahkum qat illa ala mufassal. Rasululloh shu hukm qilgan chaqda, mesela ro'za qilmandadi va arabiy qilmandadi deshnama, javob bergan chaqda Rasulullohga nisbatan u aniq bu. Qasdan qilgan yoki unutib qilganini bilib deglik uni. Rasulullohga nisbatan ish qilsa unda mujmal emas. Xuddi ayoli masalan ro'za tutgan bo'lsa, buni buzitib ma obdan tamoq yeb qoldi, yilan atsuvasin bo'ldi desa, bu ayolning qanday ro'za tutganligini bildi Rasululloh. Balki Rasulullohdan ruxsat so'rab tutgan bo'lganda, aytdi naflurdan ba'd tutvalay, yani nazirdan ba'd tutvalay deb. Tushunami? U Rasulullohga nisbatan aniq qoladi. Rasululloh amdan qildimi, qasddan qildimi, vojib ro'za tutdimi, nafl ro'za tutdimi, uqmayla mudalam deb qo'ygan ahvol yo'q. Ma qarash tushliq uni. Bu bizga nisbatan unda. U davr o'tdi, undan keyin kelganlar unda aralashib turadigan unda ahvol bildigan Rasulullohdek unda zot bo'lgan ekan, bularning unda bo'lishi mumkin, unda bo'lishi mumkin, ehtimolli ko'z. Inna ash-shari lam yahkum qat illa ala mufassal. Demek Rasulullah tafsili bilib hukm qilgan. Va innamal ijmalu fi haqqina. Lekin mujmallikga nisbatan mujmallik var buni. Ma'vo sazgapga mana. Hatta usul fiqhida mush qoidani o'tirib qo'ygan babda mandaraq jalliq raddiya berilmagan qoida. Bizda qanoatlanarlik gap hamma. Shari'ning nazarida aniqda mufassalan bilibdi. Nafl ro'zini tutqandan nafl qilgan. Ya nafla ya nazr vacib mesela. Ya qada Ramazan. Başındalık aniq Rasululloh bildi onu. Lekin endi shu hadis rivoyat qilgan jarayonda Ummu Salama ya bu Rasulullahning falan ayoli shu kuni manda ro'za tutqanda deb munda bir rivoyat kelmagan ekan, bizga naql qilgan, biz o'qimadik. Bunga ma'nosilar nisyanning hukmini deb kelib uni tarjih qilib qazo kapar kelmaydi deb endi xatolashib qilib gap ishibsag'anga kelib yani nisyonga o'tkilib ketdi. Demak ikkisini bir sanadadi. Umuman xatolashib qilib yapsag'im bilat kelmaydi. Shuni tarjih qilyapti. Demak va jumhurning qarashi xatolashga nisbatan jumhurning qarashi ojiz. Ahli Zarilar İshaq ibn Rahawayning qarashi qazo hechim kelmaydi, kafarat kelmaydi degan shu qarash jalli. Masalan, kafarat kelmaydi degani jalli. Ya, hozir ma ikkini aralashtiryapman. Nisyanda Abu Hanifa'dan Shafi'i bildi. Endi ma xatolik kelgan Abu Hanifa Shafi'i qachini oldi bular. Ya nisyan bilan bu xatolik o'xshamaydi. Xuddi endi bular balki jinoyatliga, mana qiyos qilgan bo'lishi mumkin. Xuddi xatolik bilan endi birisining aynikin chiqarsang to'laysa, yo'q men xatolashib qoldim degan bo'lsa nimaydi? Xatolik bilan birisini mashina so'qarsang, jon to'limi keldi. Men xatolik bilan ruxsatni deyilmaydi uni. Tamam? Nima shuni qiyos qilib xuddi bunun cezası bağ hatalık olsun diyen olsun mümkün. Ama hiç mi kelmeydi diyenler Davud Zari'den sakınlar abi. Mektepte demeden. Şunun yanında kuşluk. Rufi'an ümmet el-hata ve nisyan diyen diken. Çıkkısında bir hata sanıgan diken. Hem hatalaştığına yok. Şuna kişinin hakkı çetip kalsıktı. Onu türeş gerek yoktu. Bunun kişinin hakkı var. Allah Teala'nın hakkı var. Allah Teala üç götür etkenke hakkının ilgisi. Başkılığının gıdıpıdan da ilgisi. Rufi'an ümmet el-hata ve nisyan. Zari'den sakınlar. Bu hakikaten obdan karışık mı? Acele kayın neşemse kal gurbet falakların. Mesela adilelika hava tutma yangu yakan kıldı sal burun namaşşamı kalanda söyledi o. Şunda namaşşam boğa şey ya saatini hata doğruluk koyup maydan takılın tıkap. Keyin tehi iftar vakti bulmağanlıkı ma'lum bo'ldi. Andiken o çağda onu eşlim kelmaydi dedi. Endi u
zaten çok bir cinayet işlemdi. Zaman hatta oylab qolgan yeri var. Endi İmam Abu Hanifa Şafii deydi. Sen rahat iniq tekshirmay shunda bahslar qilgan yering bor. Shuni jazosini sayadib bular. Rizqiga qo'shillar hozir jazolamay. Hozir mana nazardan nimaga qarshi qolganlar Imom Shafiy va Abu Hanifa bilan Jumhuran. Ashul ashkaylardan boshqanmisa. Yo'q, ma kitobda hozir xatolashgan ahvolda qasaylan qas tarafga o'tib ketdi buni demadar. Beslar kitobni ostida qo'yish mumkin. Jumhur qazoni bo'ldi deganmi? Kafarat keldi. Jumhur qazo keldi dedi. Shaqdoravidan Davud Zari qazo kelmaydi. Kelmaydi. Aslar olsin. Kelin qolsa ishlatib qoldi. Yaxshi azommaydi. Balki uning o'sh kelin bo'lgan bilan boshqa sahoba tabiinning ichidan shunday qarash bo'lgan bo'lishi mumkin. Shart degan sahoba tabiin ashu fuqaha al-amsar ashunning ichidan shu hamma jirkas bir ikki shunday adam chiqmas shart bo'ldi. Va o'sha yengilroq o'sha hukmni kuchlantirsak bo'ldi ekan. Hadisda yana kelgan ekan, rufi al-xato desa, yo ko'tarolmaydi desak, bu hadisning lafziga ziddan ash Farsi, ash İran tarafından adam. Bu Rahuvay degani ba'zi olimlar ekan, bu dalsa kesib berib yo'lda tug'ilib chiqqan bu. Yo'lda tug'ilgan bola degan bo'ldi Rahuvay. Yo'lning bolasi degandek. Bunda sharhlanganlar. وأما المسألة الثالثة فهو اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع. طاوعته ديالنا نمدوه. Yani bu makul depasa, tarkisa, boysunsa, makul depasa. Ya asli bu Müslüman ayol bo'lgan ekan, ro'za tutgan holatda, ya unda qilmaydi, to'xtatlar. Ya kafarat qildi, bakar o'zini buzatmaydi deb to'xtatish kerak, e'tiroz bildirish kerak. Unda e'tiroz bildirmay, uni billah qilishmagan. فإن أبا حنيفة وأصحابه ومالكا وأصحابه أوجبوا عليها الكفارة. مش أيالمر روزدار حالة بوسا demekçi. Şu ayalmır roz tutkan, 20 roz tutkan. Ramazan, iri şirip teşebbüs kısa makul depar. Lavan kim bu çadır? Onun kafara kıldı o de. Son Ramazan bilen son nafilinin onun tesiri yok mu mesela? Ya bu şey Ramazan'ın yapımı. Nafil Ramazan bulup kasmı şu ceza hüküm okşaş çıkıyor. Bu çadır kıyaslan ispatlamış mümkün. Belki fuqahanın bazısı deyişi mümkün. Peki yani köpünce cevabı Ramazan Arabi'nin hadisinde fi Ramazan vakatu ehli fi Ramazan gezisi var. Demek ay nasıl Ramazan'ın rozu geldi. Bir yerde rozunun buzuş bir ba, Ramazan'ın orucunu saklaması bir ba. İkisi bizleşken. Şuna muğallazım. Lekin başka ahvalda kelmesi mümkün. Mesela kaza tutkan ahvalda qazo tutgan ahvolda qazoning qazosi kelmaydi. Yani buzitib keyin tutishni bo'ldi. Mesela Ramazandan bir necha kun tutamgan. Endi buni tutmoqchi. Tutganda mushun tutgan chog'da yo'q bugun sal o'tirdi, bugun ma'ni buzitib boshqa kun tutalayapti bo'ldi. Keyin tutguncha boshqa tutgan yo'q. Endi uni yo'q sen mushu aning bedilga qazo qilayotgan o'zini ma'ni yana buzatgan, ikki qatim buzatgan, yana ma'ninga bishgan, Ramazandan bishgan 2 kun yana qayta qazo qilsa deyiladi. Belki shunday ilg'olim bor. Belki shu og'dan chiqishi mumkin. Nas kelmagandikan, hadis kelmagandikan ixtilof boshlanadi. Hadis bo'lmasa shunda asosan balki 7 xil, 8 xil, 10 xil qarash bor deb faraz qilsak xatolashmaymiz. Hammamiz kalas kelib batgan, ya qiyas qilib batgan, to'g'ri topgan nimani deb baqirdim. وقال الشافعي وداود لا كفارة عليها. Buna kafaret kelmaydi deb turadi. İmam Şafii'nin ekan bu ikki so'zning biri. İmam Şafii dedilar ki İmam Şafii'nin ikki so'zi var. İmam Şafii adet köpünün mezhepte, İmam Şafii mezhepte kavlan var. Ya salasa aqval bo'lib qoldi. Bu kavlan qanday birisi qadim, birisi jadid deydi. Ya ki kitobning falan bir babida bir xil qarashida. Keyin boshqa bir yerda bir xil qarash degan bo'lsa, ikkilisdan İmam Şafii'nin keldi. Keyin to'xtalgan qarash qilsa bo'lmadi. Lekin qadim jadid bo'lsa, asosan jadidni oladi. O necha masaladan boshqa masalada jadiddan olmaydi degan gapi bor Şafii mezhebida. O 7 masaladan boshqa. Ya İmam Şafii'nin ikki xil qarash keldi. İki qarashdan eng to'g'riroq degani mushu. Yani jadid qarash. Misrga kelgandan keyin degan qarashi. Kafar kelmaydi dedi. Ammo yana bir qarash uchun jumhur bilan billah. Bu jadid qarashi shunda, unda qadim qarashi shunda Imom Şafii. Hozir Imom Şafii'ning qadim qarashi bilan jadid qarashida la kafara deb keldi. Lekin imlar degan bir kitobda, o'ttirgi kitob deyiladi. Ya yangi nimadagi kitob desak, bundan Abu Hanifa jumhur bilan billah kafara kildi deb qoldi. Lekin ma kitobda ham unda mazhab
tafsili bayon qilmaydi. Endi va sabab ixtilafihim muaradatu zahir al-athar lil-qiyas. Athar degan so'zni ma kitobda hadis marfu ishlatiladi ko'pincha. Hadisningki zahiri qiyosga kelib qoldi deydi. Va dalga Nabiy sallallohu alayhi vasallam lam ya'mur al-mar'ata fil hadis bi kaffara. Ash-Arabining hadisida halakti deb kelgan, ihtiroqti deb keldi. Bu hadisda sizning ayolingmi manchilik ro'zson, umut tutish kerak yoki manchilik sarf qilish kerak yo qul azab qilish kerak dedimi, demadi. Demak, zahiri hozir unda kaffarat kelmaydi degani ko'rsatilmadi sizlarga. Lekin qiyos yo'q. Annaha misl rajul iz kana kilahuma mukallafan. Demak, buningmi ayrim o'zining zimmasi bor. Ayrim buningga bo'yniga bir narsani vojib bo'ladi. Ibodatni o'zi qilish kerak. Bu ayrim bir shaxs to'liq ahliyati bor. Undan keyin u erningki xatoliqqa bu qasdan o'zini buzib o'tganlik jazo yer to'laydi. Ma ayoniga uning ayrim bir kaffarat qildi, lekin buni to'lashda bir to'lab bir deyganlar ya o'zining endin to'lash kerak oltin bilaziklar demişkisete. Manda deyganlar. Lekin buni ayrim kilam degan manda ayrim keldi. Demak, shu oyligiga nisbatan bir ishni aziz kelan qildi-ku. İştirak oldu. Ayrı bu bir şahs olsa bir kaffarat qilamdi, ikki shaxsda ikki kaffarat qilamdi. Nega kimning qarshi kuchliq o'shunda? Abu Hanifa'nın kuchliq. Bu yerda hadisda mujmallik var. Shunaqa? Ya'ni u tafsili unda hammasini bayon qilmagan unda. Vojibni kechiktirsa bo'lmaydi degan bilan ayolning ahvoli erniki o'xshamas mumkin. Masalan, u xastan ro'zni buzib er. Lekin ayoli balki balim o'tayotgan bo'lg'achqa yoki safarotsiz bo'lg'achqa yoki majburan zo'lab qilgan bo'lsa, bu chaqda uning kelmaydi. To'bash ehtimollik bor. Ehtimollik borki balki ayolga kelmaydi. Adam o'zi shunchalar kambag'al bo'lgan kim bildim ayolim shuni o'xshash kambag'al dedi. Rasululloh kambag'allikni kim bildi endi? Lekin boshlamadi ishkalarga ish kaffarat qildi demadi demak. Undan keyin bu ayolning ahvoli har xil bo'lgandan keyin u chaqda o ayolga nisbatan o hukmni bayon qilib qo'yamiz bo'ldi deb. Ya'ni ta'khirul bayan an vaqtil hajat la yajuz desa, uning nisbatan o ayolningki unda jiddiy bayon qilishga loyiq holat bo'lmasligi mumkin deydi. Lakin o'sha Abu Hanifa'ning qarshi kuchliq. Chunki bu İslamning umum usul qoidasida hamma ibodatlarda deydi. Ayakishdan ayrim, erkishdan ayrim, ya'ni boshqa bir insonning ayrim hammasining ayrim ahliyat, ayrim zimmasi bor. Har birisining gardiga ayrim vojib bo'ldi bu. Undan keyin bu ayol Ramazonning hurmatini saqlamay, ro'zani buzvatsa, uni kaffarat qilish kerak, qazosini qilish kerak. Har buzvatsa, har to'laydi o'qiydi. Yani bazılarında bu kelib iqro qildimi ya Rasulullohga. Yani o ayolning og'zidan o'zining iqrorini olmagan ekan, uni olmay turib uni vojib qilgan, balki ehtimollik bor. Kesal bo'lishi mumkin, ro'za tutmagan bo'lishi mumkin, asli tikida ro'za tutmagan bo'lishi mumkin. Hamma Abu Hanifa'ning qarshi ko'ngil xotirjam bo'lishga iqro. Mesela aşağıda ayrim zimmasi bor, ayrim vojib bo'ldi degan shu to'g'ri chiqib qolsa, nima qarashni olsak, hech qanday ziyon topmaymiz. Ya kafara kelmaydi desa, unda qilgan bo'lib qolsa, o'shadan chiqadi. وأما المسألة الرابعة وهي هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أو على التخيير؟ demek bizden aldığımızda hazır misal için كفارة الظهار var. كفارة الظهار ayet geldi bu. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. Ayırdım ben. Dergim. والله بما تعملون خبير ما خبير عندن ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ما قارملا شتك موقع تروتك عندن فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا Bunda tertip bilen dedi, şuna mürettep dedi. Şunun o'xshashmi, o'xshashamasmi dedi. Yani ma'nosi bu, ayında tertip qo'yib. Başta pul azat qila olamsiz, pul azat qilgan bo'lsa, siyam bilan itam uning o'rni yo'q dedi. Pul azat qilmagan bo'lsa, unda ikkinchi bosqich o'tkazilmas. U bo'lsa 60 kun ulab, aql ro'z tutish. Uni qilmagan bo'lsa, unda itam 60 miskin o'tkazilmas dedi. Buni qilmagan bo'lsa, 60 miskin tamomdan buni ko'tarib qo'ymaymiz. Bu vaqtda bir qulning balasi qancha bo'lgan bo'laydi? Masalan, 60 miskindan puldan ta'minlam deyman. Ya, buni yuqori. 60 miskin deganga ta'minlamsa, ma'lum qilinganda 60 miskin deganga 30 sa masalan 50-60 kilo bir narsa, bir rivoyatda 25 kilo, bir rivoyat 50 kilo masalan etrafida ashfaz bo'ldi. Bu etqi raqabadan bir raqaba degan balki hozirning pulida eng to'ni, eng
undaylıqı yaşınıp qalğan, kəlkənməydiğən və qullu olub qalsa, bunu $1,000,000 başlasa, ahire o çekiyor qamını. 1 milyon kadar çıkışı mümkün. Demek bu beklan mümkünse bu ettiraka belge. Bu şunda tertip bilen mu emes mi deydi. Ya ki mesela kul azat kılalıdığı adam mı? Kaççıda baka $5,000,000 çıktı gelindin. 60 kilo çıkartırsa ya dese. Ya ki 30-40 kilo mu buğdaylan. Ya ki 60 taktı lağımından kutulgen mi? Deplam mümkünse bulam doğru. Ma mesela. Biz bir halini tartışalım size. Baradım giranda. Klozat kılaydı başınız hanım. Sen onu ekonomik klozat kılsan olmaydı. Ama yaparsan olmaysa 60 gram. O anda padişah en ağırını gözleyen gel. Çünkü klozat kılışı onun da hiç kıl devirmeydi onun. Leki ameliyatta kişilerge menfaat kiren közlesek klozat kılışı aşını kıldırış gerek. Bir insanın hürriyet geliştiği beklam katta yaşıyor. Alın bir tarafını oylap cennet. Şuna atılıştı mı Allah Teala kul azat kılıçtan en aldığı ekildi. Çünkü ma cinayet ağır olan iken elbette kul azat kılıçta rakaba mu'mine mu emas mu bunun tartışma. Ve ani بالترتيب ألا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة إلا بعد العجز عن الذي قبله. Yani birincisi kılanmaganda anda ikincisi kötkülse, ikincisi kılanmagan üçüncüsü kötkülse dedi. Vacibul muhayyar degan mustalah usuli. Vacibul mudayyak, muvassa, muhayyar dedik. Muhayyar degan kafaratni kelgan. Ya ani qisam buldu degan. Aw deb kelgan bo'lsa. Ve bit-takhyir an yaf'ala minha ma sha'a ibtida'an min ghayri ajzin 'an al-akhar. Demek takhyir deganni maqsad nima? Birincisi, ikincisi qila oladigan turg'uliq padişah mesela. Birinci, ikincisi qila oladigan turg'uliq 60 kun tamoq burasın mayli. Ya ro'za tutasın mayli deydi. Fa inna maydan ixtilafu fi zalik. Faqala Shafi'i ve Abu Hanife ve Thawri ve sairul Kufiyyin, mesela cumhur diyen, hiye murattabatun, bu tertip bilan kelgan dedi. Bu şu kaffarat al-iftaru amdan fi Ramazan deyli. Bu şun kaffarati tertip bilan buludu. Birincisini qila oladigan bo'lsang, birincisini qilsa. Qilmaydigan bo'lsang, ikkinchisiga o'tkazsa. Shunga boshda azat qilsa, agar topolmasang, uning qadri ololmasang, ondan ro'za tutsa. Ro'zni tutolmaydigan bo'lsang, ondan tamoq bersa. Ro'zni tutolmaydigan bo'lsam degan shu yegana yemaklik yo'q degan gapmi? Yo'q, ro'za yemaklik yo'q bo'lsa qasam tutadi. İştama ro'zni. Agar ro'zda 60 kun ulab tutishga bo'lmaydi. Ya qarayanda ayında o'zni tutolmaydigan hadisga arabimi Ramazonning 30 kuni bo'lmasam men 60 kun qanday bo'la olaman dedi-ku. Shunga o'xshash anda ahvol bo'lsa, xalqlarda qiyin qilganim. Bunda ahvol bo'lsa, üçüncüsü ötkülse de 60 günü bulab tutuşken asan yapılmaz. Ya gayr degani ilib tashlashdan oshadi. Ya murattabatun deysan. Wa qala Malik ya al-takhir. Imam Malik qanas bulardi deb turadi. Wa rawa anhu Ibn al-Qasim ma'a zalik annahu يستحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام. ابن القاسم يعني اختياري دبتو إمام مالك. لكن şundadı mı İbn Qasim tamak yiyizişsen müstahbirek başka qaraganda kul azat qilgandan ro'za tutgandan tamak yiyiz bekrek afzal deb qarabdi. Malikning shogirdi. İbn Qasim bu Abdurrahman ibn Qasim İmam Malikda 20 yil atrofida shogird bo'lib ilm olgan. Ondan bu İmam Malikning qarashlarini va o'zining qarashlarini Misrga baliq Sahnun degan İmam Malikning bir shogirdi bor. Yoki navir shogird. Shunga so'zlab berish orqali bu Sahnun İmam Malik bilan İbn Qasimning qarashlarini to'plab Mudawwana degan kitoblar. Mudawwana degan 4 mujallad kitob. Butun İmam Malikning qarashlari. İbn Qasimning hamda ko'ni pishqadim shogird bo'lgan ekan. Bu katta mujtahid olimlardi. Xuddi bu Yusuf Muhammad deymiz bor. Shunda shuning ikkalarining qarashi bor bu. Sahnun shu İbn Qasimning rivoyati orqali. Demak, Sahnun bu Mudawwanada İbn Qasimning so'raydi. İmam Malik mush masalani qanday qaraydi? Nim degan? Islarida bormi o'zi? Manda degan. Yani İmam Malik bina demagan bo'ldi. Siz qanday qaraylar? Sen bunda qarayman dedi. Yoki İmam Malikning boshqasi qaraydigan bo'lsa, İmam Malik bunda degan, men bunda qarayman deb bunda deb qo'ydi. Mushundan iborat bu kitob Mudawwana. Bu Maliki mazhabining asosiy kitoblarining birisi. Xudo kutubi zahir rivoyat degandek, mana bu mazhabchi. İbn Qasimni tonidik. Endi nima uchun bu tamoq berishni afzal dedi? Bu nereden keldi? Belki endi tamoq taqdirga qachon bir asqatilgan nima shu degan bo'lishi mumkin. Yoki kaffaratul yamin va endi bizning oldimizda hozir kafaratning yana bir turi chiqdi. Kafarat yaminda bir kafarat bor. Kafarat yamin qanchalikni berish kerak? Asharat masakin bor. Ya shukr. Ya aşondimi? Anda ixtiyorlik kelgan. Qul azat qilishim bor. La yu'akhidukumullohu billahi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون. إطعام 10 مساكين ده başta keldi o anda.
İmam Malik etamni afzal deydi belki bu şunda ağım bolsun keyin. Etamni aşırı masakin min awsat ma tutaymun ahlikum aw kiswatuhum kim kaytirish var? Aw tahrir raqabada andan shunisi qul azat qilish var. Demak bunda aw keldi. Faman yajid faman istata demadi. Ma'anda ixtiyorlik var. Ani tartib bor demak. Lekin tamoq verishni afzal deydi belki İmam Malik ma kafarat yeminde tamoq verishni boshda dedi. Deb afzal degan bo'lishi mumkin. Bakar afzal demaydi. Baykem bag'aladan muqarta. Yani diyor bay kembagal zadı bu ayardan da ayırmayı degendiken bay olsa ama eskara kabı bilen tanı qilsin. Kembagal olsa bicharaning ro'z tutsin deb bunday demidan. Navaniga hammaga o'xshash bo'lish kerak. Bir xil kamchilik hamda vajibul muxayyar. Elbette bir kulni azat qilsa, osh qulning har bir a'zosi uchun bandininki shu azat qilganning har bir a'zosini o'tdan azat qildi. Favqulodda katta savob bu. Qulsa. Hozir qulimiz bu boshqa masala. Qul bo'lsa degan ma, qul bachaqdiga qul yo'q, yo'qolib ketdi. Qul azat qilish olmanki, ma ikkisini qiltirlar. Mavritaniyaning degan vaziyati bor deb. Balki hamda hozir ham nima Yevropadan ba, shu odamni olib qochib bir-biriga setitigan, ayolni olib qochib, fahishiga silib, shu raqiqul abyad degan narsa shu hozir. Yevropada intanchi, voy biz madaniyatli ko'chib deydi shu. Shundan bicharalarning odamlar akilib, qulqib ishlatadi shuni. Hukumat biladi shuni. Lekin o'g'lash ko'z yumadi. Endi uni setilib azod qilish imkoniyati yo'q. Uni setilib azod qilay desang, u qara ko'ra seni o'tiradi. So'ng mafiyaning qo'ldan bu. Ishkirligimizga uyg'onib aytishgandan ham qo'rqaman. Ishkirda ballarni achirkitib shu yanchiqchilikqa, xirvonchilikqa sag'ilmi shu. Uni biraylarni tutib, ya buni ukamda deb masalan shu. Ya ma tunish yutqimda bu balni tuzib qo'yay desa, tutib o'tiradi. Endi balki manda deb maqsadsan tushidam. Turmaga naqshirib, muddasiz kesib ketganlar bo'lib qolsa, naqshirib muddasiz kesib ketganlar bo'lib qolsa, shuni pul xajlab chiqarib qo'ysa, balki qul azod qilgandek bo'ladi. Chunki u turmoq chigandan uning erkinligi yo'qoldi degan. Lekin bu ham hozirgi olimning endi cho'nqirlab tadqiq qilib, ijtihod qilib, unda hukm chiqarishga bor. Bundalam deyot qilmaydi. Demak, kafaratning 3 bo'ldi hozir oldimda. Kafaratul zahar, kafaratul mujama fi Ramazon, kafaratul yamin. Mush kafaratul yamin mush fatva berib turmasanglar, qasam qilib qolib, mushun kafarat berishlar qanday hukm qildi, manshkuru sizlar deb xato hukm berib qoldilar. Bu oddiy bir hamda shariatning oddiy bir hukmlar qatorida oldida o'tmasa bo'lmaydi. Demak, bu yerda İmam Malik it'am sal afzallik ixtiyoran qan qisad. Ve sebep ihtilafin fi vücub tertib taarrud zawahir al-athar fi zalika vel aqisa. Hadislarninki zahirlari qiyosqa kelib qolgandek bo'lib qoldi. Ve zalika anna zahir hadis al-arabi al-mutaqaddim yujib annaha ala tertib. Arabiyning hadisi tertib bilan kelganligini bildirdi-ku. Xulosat qildi. Uni qilmagan ishga yurish, uni qilmagan deb andan sitti miskinga bergan dedi. İbtisalam Nabi sallallahu aleyhi ve sellem an istitaati aleyha murattaban ve zahir ma ravahu Malik. Anda İmam Malik bir hadis rivayet qilgan. Anna rajulan aftara fi Ramazan fa amarahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an ya'tiqa raqaba aw yasuma shahrayn mutatabi'an aw yut'ima 60 miskina. Demak bu avvalan akabdi. Xuddi kafarat yamin siristak akabdi bu. Bu ixtiyorlikni bildirdi deb hadisning misalan zahiri qarama-qarshi bo'lgandek bo'ldi. İz ev innama taqtadi fi lisan al-arab at-takhir ev degan ixtiyorlar. Shuni bildirdi. Va in kana zalika min lafzir rawi as-sahib. Ki ev degan mushi so'zni ishlatish hozir kimning so'zi bu? Sahaba ravining so'zi. Sahaba ravin ev degan so'zni ishlatib iborat surdi hozir. Lekin Rasululloh o'zi ev deb dedimi? Demadi. Demak bu tarafdan sal ajliqadir. İz kanu hum aq'ada bi mafhum al-ahval. Nima shu sahabaninki hisob qilinadi desa, sahabe degan shu ahvolning hukmini, tushanchisini eng yaxshi tushunadigan, eng yaxshi ko'ngil bo'lib, shuni saqlaydigan odam shu dedi. Ma so'zni nimani bildirdi? Ma so'zni avdab nima qilsam xato tushunib qolmamdi deydigan, shu obdan bildiganlar shu dedi. Demak, Rasululloh degan bo'lsa, sahabening tushunish shuni ko'rsatdi demoqchiman. İzkanuhum aq'ada, ya'ni ahfaz va afham demoqchi. بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال. وأما الأقيسة المعارضة في ذلك أنه مش مزمون شو حديث كيف طاغان كياسلاچو فتشبيهها تارة بكفارة الظهر وتارة بكفارة اليمين. بوني كفارة الظهر قياس قلمدو كفارة اليمين قياس قلمدو. İkisi tartışıp kaldı. Kafaratul zahar kıysak tertip vacipte. Kafaratul yemin kıysak
ixtiyorlikda. Lakinnaha ashbahu bi kafaratiz zahar minha bi kafaratil yamin. Mana ma jumla nimada iborat? Tarjih. Ma qiyas sasak kafarat zahar bakrak shudu bo'ldi. Bakrak o'xshaydi. Çünkü kafarat zahar vasta ig'ir bir kafarat. Ma kafarat mujama fi Ramazan mu ig'ir bir kafarat. Ve akhdhu tartib min hikayatil lafzir ravi. Kafaratil yaminga qiyas qilgandan va ravinin lafzining ravi bunda ahvolni bayon qilgan chog'dagi lafzdan tartib hukmini sug'urib eshitdimmi zahar kafaratga qiyas qilgan jallat. Ma o kafarat yaminga ma'tuf keldi. Bu aqsidiki. يعني أشبه من كفارة اليمين وأقوى من أخذ الترتيب من حكاية اللفظ الراوي. peş bir şey artık koyup kalgan. Üç kitap peş koyuş, iki koyuş ma xatarlik ahvalda ona. Birisi burun bireylenge bir dana yazgıcı mı, birisiga bunda bir xat yazıptı. Öyle uzun yazgan bitiga xatni. Yazsa bunu cevap vermepti. Cevap vermey, senin xatlarının teşkil koymaganlık için bunga cevap berishga loyiq emas ekan dedi. Yani sen bir xat yazgandı ki, bu to'liq joyiga tushunsin deb ashun ko'ngil bo'ladigan bo'lsa, teşkilni joyiga qo'y. Uni beparvo qilsang, sen bunun cevabını qiziqmaydi ekansiz. Erishgan emas ekansan menga. O'zbekiston bag'on yaxshilar bor, dada o'xshash ishga qo'ymas. Uyga dadasi mali bir ishga kirib tiladi. Do'stga institutga peşin tushib qo'ygan. Tashbih muhim azizim inshaallah. Wa amma istihbab Malik al-ibtida bil-it'am fa mukhalif li zawahir al-athar. İmam Malikning qattiq tanqilatlaridir. İmam Malikningki tamoqdan boshlash afzal deganligi hadislarning zohiriga zid keldi deydi. Çünkü hadisda nima keltida al-tajidu raqaba dedi. Nima? Al-tastati'an tasum shahrayn dedi. Lekin nimaga udilkildi? Kafarat yaminninki udilkildi. Tamam? وإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس. كفارة منك قياس في غلقتين عام أفزال جديد لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشرع. روزشنن أورنغا تماق ورش بالنتش أهوال دا شريعة كاغن وأنه مناسب له أكثر من غيره. يعني روزشتن تماق يمسكتين tamak yig'iz istegan bu shu masjidgan bir narsa deb qaragan bo'lsin. Bidalil qiraat man qara'a va 'alal-ladina yutawwiqunahu fidyatun ta'amu masakin. Demak, o'shada ro'z tutmaganlikdan o'zi, ya ro'zni buzib o'tganlikdan deydi. Ramazonda kunduz iftor qilayotganlikdan uning badaliga fidya berish bormi yo'qmi? Tamak yig'iz var degani kim yoda shariatda shu ro'z tutmagan avvalda g'achchi tamak yig'ishga o'tkazish bor. Ana kafaratul yamindimi umba. Muallif demedi kafarat yaminning ishi. Tamam? Uma itamni oldida qo'yishni ko'rsatdi. Suvan qiraatni shu kitobda yozildi qanaqa? Ma yutawwiqunahu. Ashi bir necha xil qiraat kelgan. Yutawwiqunahu, yattawwiqunahu, yutiqunahu, andan yana birsa yutwiqunahu. Bu qiraat. ولذلك استحب هو وجماعة من العلماء لمن مات. شنو uchun şu ayetga asosan İmam Malik va bir guruh olimlar ro'za gadinda holatda o'lib ketgan kishiga uning o'rniga ro'za tutmay valisicha tamoq vasi yaxshi deb qaragan. Chunki bu oyatda alilni tavqiunahu fidyatun ta'amuskin dedi-ku. Lakin ta'am birishga muttasadi. Men tarjih qildim. Va hada kannahu min bab tarjih al-qiyas alladhi tashhadu lahu al-usul ala al-athar alladhi la tashhadu lahu al-usul. Bu xuddi nimaga o'xshash? Boshqa qiyas kuchlantiradigan nasni qiyas kuchlantirmaydigan nasdan arjah deb qarashda iborat. Kannahu min bab tarjih al-qiyas alladhi tashhadu lahu al-usul. Bir qiyas var. Bu qiyasni boshqa bablardagi, boshqa ahvollardagi hukmlarga qiyas qilsak, buni kuchlantirdi, tamam? Mushuni biz nimadan arjah deb qaraymiz? Qiyas uni kuchlantirmaydigan hadisdan. Usul yeni qiyaslar bo'ldimi? Qiyasmış. Ve qanday qiyas esa shariatda bunda qilish qoida bor dedi. Bu qoida nimasi? Chunki namozda manda, zakatda manda, qonunda manda deb andan buni shuningga qiyas qilmoqchimiz. Usul degan shu bir necha babda, bir necha masalalarda ashunda bekitilgan qoida desak bu. Al-qawaidul amma fi shariat degandik. Demak, buningda murattab degani shu jalliqroq tartib bilan. Wa amma al-mas'alatul khamisa wa huwa ikhtilafun fi miqdar al-it'am. Yani kafarat demakchi jima qildi yoki yana bir qarashda yemak ichmak bilan ro'zni buzib tashlama. Bu ishni tarjih qildi. Mushuni kafarat qildi dedi.
Kafaret vermekçi bu. Rakaba tapamı da hazır. 60 gün tutuşmaya geldi. Tamak vermekçi. Kançilektin tamakları da var. فإن مالكا والشافعي وأصحابهما قالوا يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. Resulullah'ın zamanındaki aşı muddulan bir kemçen oldu mu? Çünkü kolunu bizleştirsek bir çangal narsa. Mud degan mi? Ha. Bizcingdek bir narsa şu. 500 gram atrafı. 4'ünü bizleştirsek 2 kilo atrafı çıkıyor. Bir sağ oldu. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجزئ أقل من مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. Resulullah'ın aşkamçını boyunca 2 muddu olmasa, yarım sağ olmasa bulmaydı dedi. وذلك نصف ساعة لكل مسكين. Bu her bir miskin için yarım sağdır dedi. Yani Ebu Hanife mazhabı del emas mı? Bunu deydi Ebu Hanife. Eğer buğday olup kalsa yarım sağ. Ama xoma ve arpa ya konak diyene başına asılı ya gurujmuş mu? Bir sağ dedi. Çünkü nimazdan şu çağdaki yarım sağ buğday bir sağ xomga tanktel. Buğday kımmet. Ya buğday kımmet kısıtı yani. Medine'de buğday kısıtı demek. Bu anda kımmeti qarash ibaret. Maqasidda shu nimaga qarab. Ha, mazmunni qarab. Hozir endi bu shuni bergan vaqtda biz buğday qo'naq yoki guruch elib beramdik yoki lag'mon olib beramdik. Ya puldan bahsa bo'lamdi qimmatini. Albatta Hanafi mazhabda qimmatini vasimo, tamoq appasimo, buğday vasimo bular deyish mumkin. Hanbalida shu sen buğday versa deyish mumkin. Ya sadaqa shu. Buğday yoki guruch ham solmaydi. Lekin it'am degan mishadan bu shu tamoq yeyishda iborat değil. Pullar tamoq yesin bo'ldi. Buğday varsa belki o sertifikatda tamoq yemas mumkin. Lag'mon appasiga yeydi. Mamlaki tamoq ta'amni tutqundan bir şey endi. Ta'am degan suyuqlik qismi shuni ta'amlaydi odatda. Qisitda qavib tushadimi? ومن لم يطعمه فإنه مني. Suv ichishning gapi shu. Ha? Suv ichganga buğday nimaga tutqundan keldi. Tamoq urishim, bu tamoq urish bunda kelgan. Demak, mana bu mazhabningki qarashi toza dal chiqmadi demak. Buni tuzatgan bo'ldik. Va sabab ixtilofi muaradatul qiyas lil athar. Demak, hozir hamda masala Hanafi mazhab bo'yicha bo'lsak ikkisi birimiz. Yoki to'tasi, ba'zi narsalar to'tasi ortiq qo'ygan bo'lamiz. Ya'ni 60 jin atrofida ama jumhurning qarshida. Tamam? Abu Hanifa'nın qarshi buğday olib qolsa 60 kilo oldu. Hem de buğdaydan başka narsa olib qolsa 120 kilo oldu. Demek 60 kiloni hazır 1 kilosu un depmiz. 2 koydum desek 120 koydum. Tamam kelsin. Her bir adamga 2 koydum bulamda. Buğdaylar undan bazı hoşmaydı. Yani o buğday altı yemeydi o. Melek'in mesela 1 kilo buğdayın undan sergiz bir kilo çıkmaz. Buğdayla undan şu adra farkı olsun ki. Cık farkı yok yani. Buğday azam buldu. وذلك نصف صاع لكل مسكين. نصف صاع يعني صاع يعني بمزمن. وسبب اختلاف معارضة القياس للأثر. بهذا قياس لن أثر كيف قال ذلك. قياس قايسة فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذى. Bu fidye الأذى دينا نما إحرام لقالته çeşin çütütte mesela. Resulullah Ka'b ibn Ucra diyen sahabeninki beşidin fetva kaza şaşıratla tükülüp tuğanını kırıp bak sizin kettan var diyen ki hadise ondan sum 3 ayyam ya ki 6 miskinge tamak vargın diyen. 5. çütütte ben. Yani 6 masakin da kul miskin nisf sa'a diyen. İmam Abu Hanife'nin asılını mı? Sum 3 ayyam ya ki atan likul yom miskin ya ki atan 6 masakin likulli miskinin nisf sa'a dedi. Her bir miskin bildiğine hazır ma nimada kafaretul azada ya fidyede nima nisf sa'a. Nisf sa'a dedi. Ma'nunda şunda da kıyas kılıyorlar. Qanday nesqayni turib aneski. Nasıl kıyas kıldı? El-mensus aleyha hadis geldi. Bukhari'de hadis mi var? Belki muttefakun aleyh. Ve emmel etheru fema ruya fi ba'd turuk hadisil keffara ennel araqa. Ya faraq emas bu. Araq. Bukhari Müslim'de araq deb keldi o. Biz o'tgangi darsda Arabiyning adida araq dedik. Araq degan bir savat, zambil, quloq degandek. Bu xuddi ama uzunchaq bir so'z bo'ldi-ku. Ürketçisinin qilganma, quloqning ikki tarafiga ikkin sangilib turgan. Ashunga o'xshash narsa. Qanday so'zlaymiz uni? Bunda uzun bir so'z bor, tik. Uzun o'xshagan. To'g'achidan ürketchigan chaqda qatalashtirgan. Eshakning ikki tarafiga sangilib emas.
Süvat lekin turvada jumla süvatmi süvat, uzuncha süvatmi süvat, lekin uning ismi bor. Endi mana og'zi aytiladigan bunda kichkina puluq deymiz. Buni süvat demaymiz ana. Puluq? Shundada. Masalan, azroq Manchilik tuxum ya kaptanni so'lab ochirganda og'zi yetildigan, og'zining tatib elvetilmaydigan sepiga tutashlik bir narsa bor. Shu puluq deydi shuni. Bak dehqon bog'lar buni uqamlar. Buni esimga qarshi balki xato o'ylagandimi, lekin uni hammasining ismi bor. Ya men puluqda esimga qarshi aniqamni kallam bor. Ma dehqonlimi, baklam no sizlardir. Dehqon bog'lari. Shaharlashib ketiblar. Demak bu yerda hozir şu araq degan narsa, cho'ng suvatni bor. Buning masalan xuddi 30-40 kilo bir narsa sig'digan narsa. 15-20 soat sig'digan narsa araq degan. Demak bu yerda Arabiyning hadisda Rasulullohga bir qo'mi kelib qoldi bir suvat, shunami? Shu qo'ma suvatning hajmi bilan qanchalik ig'irlikda bir narsa sig'diganligini biladi Allah. Shu chaqdagi odamlar. Bunda bu araq degan araq degan qanda suvat desa, o'yliqdek manda suvat degan. Buningga qo'midan shu 40 kilo ya 30 kilo narsa sig'di deyiladi. Va shu araqda shuncha narsa, unda onki bunda bilib baqdi. 30 kilo deganki na. Demak, yarim kilo o'lcham bo'ldi demak. Shuni bir o'lcham qilyapti. 15 soatda kelgan dedi bir rivoyatda. Belki adam bichara holatda o'tgan ekan, qachida uyga beriblam suvat xoma kelgan bo'lishi mumkin. 15 soat 60 miskinga o'lcham bo'lgan bo'ldimi? Demak 15 soat hozir har bir soatning qachida sizlar 4 ga bo'lsa 60 miskinga. 60 mud chiqadi deganga bor. Demak har birisi mud deganda shan oldi bular. Qo'milga bilan bahsi o'xshamaydi. Buday qimmat. Qo'mil chiqadigan shu da Madina. Hozir buday o'lcham qimmat emas, lekin mana nima miqdor. Yoki 1 soat. Ya kamchanda. Kamchani o'lcham qilgan. Lekin Hanafiy mazhabda qimmatiga muqarrar. Hozir xom qimmat. Odatdagi xomlar 1 kilo xomiga 4 kilo 10 kilo. Lakin laysa yadullu kawnuhu fihi 15 sa'an ala al-wajib min zalika li kulli miskin illa dalala daifa. Demak endi shu suratda 15 soat batda ya endi sig'digan suratda desimi va har bir miskinga shu bir muddin kildi deganga dalolat bo'lolmaydi. Demak ma jumhurning qarashini ojiz dartidi yana. O'zining vazifini ojiz dartidi. Bu mushkul dalillanmaydi. Bu qada dalillanmaydi o'zi. Buni mushu zali senki mush kapartinga loyiq miqdordagi narsani deb badimi uni? yo'q. Shundan ekan. Ammo apirib uni boshqa narsa yo'q zadi. Rasulullohning o'ydimi yo'q bu narsa. O'tda qoldimi yo'q shu o'tda qolganning hammasiga tang kelgan narsa shunchalik bir narsa. Ba'nasi shu. Yo'qdi yaxshi ma'no berdim degan bildi. Lekin u boshqa asarlardan kuchlanmaydi. Boshqa unda muddat belgilanganim yo'q-da. Agar belgilanganim bor, darhol aytildim shada. Nasmanda. Undan yo'q. Bu faqat shu Rasululloh shu odamga shu qomini bergan chaqda, shu suvatda mushunchalik narsa bordi. 60 mud atrofida bir narsa bordi. Bir araqda deb, undan bir miskinga bir muddin kirdikan deb belgiladi. Lekin İmam Murish deydi, bunda belgilash bu ojiz. Belki onundan boshqa jiq narsa bo'lsa, shunchalikni bo'lib berib, ha, mana 60 mutkilda 60 miskinga muvofiq manmasini kappartin yaraydimi, kapparat ragin degan bo'lsa, bu chaqda dalolat qildi. Hatta kapparat ragin genga bilan mana oilangi balchaqangni sadaqa hisobida ishlatinglar dedi. Lekin bu ojiz bo'lgan ekan, o'zining vazifasini mana tanqillatdi. Va indama yadullu ala anna badal as-siyam fi hadhihi al-kaffara huwa hadha al-qadr. Nimaga bildirdi o'sa? Endi ro'z tutmagan ekan, mush kapparatni berishda ro'z tutmagan ekan, mushunchalik binasi bas bo'ldi deganini bildirdi. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعراق فيه قدر 15 ساعة فقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. Bak şu في بعض روايات 15 saat keldi Abu Davud'un rivayeti geldi. Belki bu rivayette bu sahih emas to, asal mesele vardı. Şu andım doğru anlattı. Lekin ahirette gepçoğun ne oldu? Baynama yadullah Allah'ın bedel isyan fiyatı kafir vaadel qadr. Başki diyen gepirse gepulatamdı ya. Ya bu Hanefi'nin demek mi ya? وإنما يدل على أن بدل الصيام في هذه الكفارة وهذا القدر. مش إن قوم ده مش ده. تبقى مش مرفوع لسته، سي مرفوع لسته وندا تقدر بالجلس يوقنون. عند إمام مسلم رواية ده ما بكرك إغير وصلغان دل ما. إمام مسلم رواية ده عراقان كي. bu hozir bir soat emas 2 soatda hozir ketdi. Unda olga
Bu 15 saati. Yani 30 saat aylandı. Bunu deysiz. Abu Hanife'nin nasıl delil bana? Seyir 30 saat. 60 kilo değil ha. 120 can. Değil mi? Nisf saatin enge doğru geldi. Abu Hanife'ninki çıkıp kaldım ben. Abu Hanife'nin çıkıp kaldı. Feyekunu 30 sa'an. Şunama likulli miskinin nisf sa'anı. Demek mi seyir iste, merfa seyir iste, o mançilek değil dediğim yok. Aynı Arak'ta şu Arak miktarı anda boz buldu diye delil var idi ma. Ay rozunun bedeli aşı bir arak bir sıvat ha. Aşınçılık miktarı boz buldu diye. Lekin bu kançılıkta her bir adamga bir muddin teganda ikki muddin bor, bunun aniq dalili yo'q. Ayında da tushunaylikmi? Shu qonunni sadaq qilish bilan shu gadani kafarat ko'tarilib ketgan dalillar bunda demoqchimi? Albatta. Jika anda bir arak boz buldu, lekin bir arak kançılık şu. Lekin bu Abu Hanife'nin ma kafarat özel qiyas qilishmi jalliqgan. Bu itam bo'lganki, ammo itam bo'lganki o'xshash. Allohu alam. وأما المسألة الثالثة وهي تكرر الكفارة بتكرر الإفطار. برنامج ختم صادر وصا عند أهوال. برختمنا كفارة برفس بلامدو بممدو. يعني تكرار كفارة برمدو. سينكي ديجا مسألة. فإنهم أجمعوا على أن من وطأ في يوم رمضان ثم كفر ثم وطأ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى. يعني إجماع قياوا. جماع قطع رمضان كندز ده. أنا كفارة بربته اشتغلش نما. ثم وطأ في يوم آخر. يعني إيش كنجي قدام يعني شو ده بيش صادر قطع. وشال ينغواشلاد يعني كفارة برش كراك ده اتفاق. برين كفارة برون كشنو قرطة بربولدان اشتغله كفارة جاتن. قضا قلش باش نما. أم ده كنجي بقدام يعني بيش صادر قطع بنو كفارة برش كراك ده. وإجماع ولا أنه من وطأ مرارا في يوم واحد برنامج ختم شو برنامج ختم جماع قيام بوسا أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة برد كفارة وردورته بركن واغنكين بركفارة بنو إثبات كياش الحمد لله فقوانكين كل سقايدة واختلفوا في من وطأ في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطأ في يوم ثاني بالرمضان دا بركنا جماع ختم كندز ده روزنا بزوجته Kaparet bağmadı. Atölgün Brahman da yani Ramazan'dan açıldılar. Yani bir kadın şu işini sadır kıp kaldı. Demek bu çağdan da bir kaparet bir vesilam. Çıkıp aktayın uçamın sokan bulandı ya ki ayrım kılış gerek mi oldu? Fakal Malik ve Şafii ve cema'a aleyhi zikul yevmin kaffara. Demek bunun her bir günge bir kaparet. 2 gün boz 2 kaparet. 3 gün boz 3 kaparet bir doğru. Fakal Ebu Hanife ve ashabu aleyhi kafaretun vahide. Ma lem yukeffir anil cima'l evvel. Elbette bu ma lem yukeffir anil cima'l evvel diyen icma meselesi bu. Yani ilgiriki cimağa kapar birvetken bolsa yani tutilganlığı ispat. Lekin kaparat beğenmegen bolap andi yani bir katım bir kuni cima qilgan bolsa bir kaparat turdi. Bir necha kun anda sadir qilgan bolsa, uzatgan bolsa kaparatim birlan bas bo'ldi. Bak yengilgan ha. Va sabab ixtilofin tashbihil kafarat bil hudud. Ya ixtilofning sababi nima? Kaparat degan hududga yani şeriatta cezası belgilengen cinayet var. Ama şu belgilengen cezalığa okşamamdı. Şunu okşuşta gitti. Kemen şebbeha bil hudud qala kafaratu wahida tujzi'u fi zalik an af'alin kathira. Kema yelzem zani celdun wahid. Mesela bir ay içinde bir yıl içinde 2 katım zina qıptı deydi. 3 katım zina. Bunun da had uğan vaqtimizda, had icra qilgan vaqtda necha katım anda uramdı yoki bir katımdan uramdı. Bu yerda tadakhul hudud degan masala bir-biriga kirishib ketdi. Xuddi yaga masalan tukesang 5 mo'cham pagan olmaysa, birisini tukiga adam qattiga yana bir kishini tukiretib bilan 5 mo'chani berib bilan ketganda. Nima? Bunda birlashib ketadimi, ketmamdi. Va in zana 1000 marra min qatl zina qismo idza lam yahudda li wahidin minha. Unda zina qilib hech biriga jazo uchramabdi bu. Keyin rasmiy tutilibdi. Unda zina qilgan isbotlangan chaqda min qatl uramdi buni yoki bir qatl uramdi. Bir nima qilib buni hadiyat chiqishdan qilsa yana kelishlarmi? Ya, bunda xuddi isbot degan. U isbot qilgankin bundan qiyos qilish hojatsiz. ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكما منفردا بنفسه. حدودga o'xshatmasa, har bir kunga ayrim hukm belgildi. Fi hadki sawm fihi. Shu kunda ro'zaning hurmatini buzgan bu. Fihi awjaba fi kulli yawmin kaffara. Unda ekan har bir kunni ayrim deb qaragan ekan, har kunda birdan kaffarat vojib deb qaragan. قالوا والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة والحدود زجر محض. بيادم ده والفرق بينهما ديگەن demek çözür. Hududga qiyas qilganınız qiyasun ma'al fariq. Demek ma kafarat bilan hududning farqi bor.
Sen farklı narsani qiyas qilsan. Aslida o'xshash narsani qiyas qilishing kerak dedi. Qiyasdan qamlashmaydi derdi. Annal kaffara fiha nawm min al-qurba. Kaffara deganda bir xil Alloh taolo taqarrub mazmuni va bunday. Hudud deganda u taqarrub degisi yo'q. Bu faqat shu saplam cheklash yoki haddida turg'izishdan iborat. Shu siziqda turg'izishdan iborat. Ya dal ketmang, bundan keyin unda ishni qilmang deb to'sashdan iborat dedi. Zejdirgan to'sash, cheklash, haddida turg'izish degan. Bir qatim zina qilib, turilgan bo'lsa, ikkinchi qatimdan yana urildi. Rejim keldiganmi? Birisi bekor holatda zina qildi deydi. O'ylanmagan holatda zina qildi. Yoki ayol kishi qizga zina qildi. Qilgandan keyin bu birinchi qatimda keldigan jazo darrov keladi. Chamma kelsa kelmaydi. To'y qilgandan keyin qilsa chamma kelsa, lekin to'y qilmay turib bu zina qilib asini keldi. Yana Jel keldi. Demak, shunda da qiladi. Lekin bir qatim qilib, hadi kelib jildi qilib, ikkinchi qatim yana jildi qilib. Sabirlar qanim demak shug'ini xuddi birinchi qatim zina qilgandan keyin bu muhsan bo'lib ketdi dedi. Muhsan degan ihson nimani bildirdi? Nikoh sahih da duxul sahih qilsa, unda ihson. O zina shariat e'tirof qilmagan ekan, u ihson bo'lishdan e'tirof qilmaydi. Lekin nikoh duxulam sen ihson bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Demak, hozir bu yerda bu bir qatam bekor holatda zina qildi. Qilgandan keyin bu kelib e'tirof qilmadi, ya tutilmadi. Ya'ni to'daning guvohlik ko'rmabdi uni. Shuna isbotlanmadi bu. Keyin unda yana bir qatam zina qildi. Keyin bu hamma iqroq. Falan chaqdi bunda qilgan, tutan chaqdi bunda qilgan. Ya'ni anda buni darridan masalan 5 qatam qilgan bo'lsa 500 ham da o'lidam bu. Şuna bir qatim urmayız debdi olimlar. Yani ki şunu qiyas qilamdi, ya qiyas qilmamdi. Bunun da tarafdagi dalil bormi? Ya ijma var şu. İcma olgandan şunu dalil qilib ko'rsatadi. Hozir bu ashunda bekir odamning necha qatim zina qilsa darrov urilganligida ittifoq bo'lamaydi. Ma'qul deydi. Lekin ma'qulda buni o'xshamaydi bu deb turibdi. Ayrim keldi deganda lekin misol bak emas, misol to'xtab qolibroq nuqta qolu deb bundaroq degan deb topdi. Lekin hududdimi qurbi bormi? Bu masalalar şu ma'azmi kelgan chog'dan farqlay. Alloh taolo taqim yaqinlashay deb o'zi iqro qilib keldi va u ma'qul o'zi iqro qilib kelmasin majbur so'qaldi, jazolandi. Shundan bu kaffarat o'ladan bu. Al-hudud kaffarat deya ism bor. Al-hudud kaffarat. من أتى حدا من حدود الله فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له degan mazmun hadis var. Lafzi tazi ism yo'q degan andaroq bir hadis var. Do'ankim bu bir xil kaffarat. Gunohni bir xil qoplab, yo'gab, yo'qitib buni tazir qilgan narsa. لو وزعت توبته على أهل المدينة لوسعتهم. Demek Allah Teala bir qatim jazolagandan keyin ikkinchi qatim uni jazolash marhamati qilmaslik mumkin. Demek dunyoda shu bir jazoni tatgan bo'lsa, bunda hudud deydi masalan. Oxiratda bo'lganda uningga jazo yo'q. Shunga sababi bu dunyoda tatib ko'rutay bo'ldi. Oxiratdan qattiq azob qilmay. Bizdan chizsam shu tashlar o'ldigan gap kelgan deb o'zi e'tirof qilib, hisob kitob dunyoda ko'rutay deb kelgan. Vallohu a'lam bis-savob. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.